Obunachilarimiz mana nasib bo'lsa ishni boshladi. Hormali. Ko'pga jarayonlari ketmoqda. Havjida. Ustalarimiz Ustobog'imiz mana shogirdlarga maslahat beryaptilar. Qanday qilib urilishini, necha qo'shilishini. Usta do'ston, Obunachilarga salom. Ha, malades. Bo'lagan-ku mana. Qo'llab-quvvatlab turinglar shu ustalarni. Duoda bo'linglar, nasib bo'lsa bitta. Hoji buvalar, duoda bo'ling. Bugun boshlandiki mana. Assobi bitta obunachi hoji buvamiz bor. U kishiga alangalik salom. Qozog'iston Respublikasidan ustalardan. Doim bizlarni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turarlar. Umrlari uzoq bo'lsin, barakatli ishlarni boshladik mana nasib bo'lsa. Hojibo ustalar nomidan alangalik salom sizga. Videomizga qo'yib boramiz buni. Mana shu maymunalik Ne'mat usta bo'ladi mana shogirdlarni ko'paytirdilar. Usta Ne'mat, obunachilar bilan nima deysiz ham? Salom, privet obunachilar. Hammaga. Qo'llab-quvvatlab turinglar ustalar. Laklarini bosib. Ha. Laklamaymiz, laklar. Nasib bo'lsa mana shu uylarni chiroyli qilib topshiramiz. Musofirga kelib nonini yeyish oson emas. Noni juda qattiq bo'ladi musofirda. Qaniki kashchi. Montaj ishlari. Mana yergacha tushdi. Montajlari. Qo'shni uylarda ish qurilishlar bo'lyapti bizda. Yangi hammasi. Nasib bo'lsa shu bilan ishni bitiramiz, xudo xolasa. Zaborlarni ham qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi videolar bizdan, like bosish sizdan. Aziz kuzatuvchi obunachilarimiz, sog' salomat bo'ling.